Bizda mana prezidentimizning tashabbusi bilan ularga imkoniyat yaratib berildi. 3 ta kasbga bo'lishni, tilni o'rganishni va IT texnologiyalarni. Bu IT texnologiyalar bilan birgalikda sun'iy intellekt reaksiyalarga tushuntirib berishadi. Harbiy xizmat faqat burch emas, balki kasb, ta'lim, til o'rganish, o'zini kashf etish va kelajakka ishonch maktabi ekan. Mana askarlarga kasb o'rganib ko'plab imkoniyatlarni qo'lga kirishyapti. Bunday shart-sharoitlar boshqa davlatlarda yo'q. Buning uchun yurtboshimizga kattakon rahmat. Qo'mondon bilan bo'lgan bugungi uchrashuv menda yana bir bor Milliy gvardiya saflarida xizmat qilishga bo'lgan ishtiyoqimni oshirdi. Yangi O'zbekistonda hammalaring vatanparvar bo'lib, yuqori bilimlarga ega bo'lib, qadam boshlash kerak bo'ladi. Navbatdagi tadbir Milliy gvardiya ma'naviyat va ma'rifat markazida davom etmoqda. Bu yerda qo'mondon to'garaklar faoliyati, yoshlarning qiziqish va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalar bilan yaqindan tanishmoqda. Tell me about United States. I don't know why. I just love people and their behavior and the history of it. Mahoratlarini oshiringlar va namoyish qilinglar. Odamlar qarab, ular bilan g'ururlansin, mana shu qo'l jang bilan shug'ullanaman deb yurishsin. Sog' bo'linglar, omadlar.